o'quvchilar, bugun sizlar bilan biz formula topishni o'rganamiz. Ya'ni moddaning formulasini topishni o'rganamiz. Sizga beriladi 50% oltin gugurt, 50% kislorod bo'lgan moddaning formulasini toping deydi. Demak, birinchi qiladigan ishimiz foizga o'zgaramiz. Demak, ikkita elementimiz bor. Oltin gugurt va kislorod. 50% oltin gugurt ekan, 50% kislorod mavjud ekan. Hop. Demak, oltin gugurtning massasi 32, kislorodning massasi esa 16. 50 ni 32 ga bo'laman. Endi kichigiga bo'lib yuboraman. 1.5 dan. Bo'lib yuborsam bu 1, bu 2 chiqadi. Demak, oltin gugurt 1, kislorod 2. Ya'ni oltin gugurt 4 oksidi paydo bo'ldi. Mana. Xo'p, sizga nima berish mumkin? Yana soddaroqlardan foydalantiramiz. Demak, 40% oltin gugurt. Hop. 60% kislorod bo'lgan moddaning formulasini toping. Demak, massalarga bo'lib borishimiz kerak dastlab. Hozir aytganimdek, dastlab davishlemali massaga bo'lishimiz kerak. Ya'ni atomar massasiga bo'linga oling. 40 ni bo'lamiz 32 ga. 1.25. 60 ni bo'lamiz 16 ga. 3.75. Demak, kichigiga bo'lib boramiz ikkalasini ham. Bu 1, bu 3. Demak, oltin gugurt 6 oksidi paydo bo'ldi. Hop. Endi sizga beriladi 3 noma'lum, ya'ni kislotalar yoki tuzlar holatda berilishi mumkin. Hop. Misol uchun, vodorod 2.4% ga teng. Oltin gugurt 32.65% ga teng. Kislorod esa qolgani kislorod deydi. Demak, 100 dan yuboramiz hammasini. 65.3 ga teng. 65.3% ga teng. Bunda ham yana atomarga bo'lamiz. Bir xil. 1 ga bo'lamiz, 32 ga bo'lamiz, 16 ga bo'lib yuboramiz. Demak, 2.04 bu. 32.65 ni bo'lamiz 32 ga. 1.02 bu. 65.3 bo'lamiz 16 ga. 4.18. Kichigiga bo'lamiz 1.12 ga, 1.12 ga, 1.12 ga. 2, 1, 4. Demak, vodorod 2, oltin gugurt 1, kislorod 4. Ya'ni sulfat kislota, kuporus moli ekan, mana sulfat kislota paydo bo'ldi. Hop, sizda endi boshqacharoq, ya'ni yana ham boshqa moddani ham berish mumkin. Misol uchun, vodorod. Vodorod bo'lmaydi, tuz olaylik, natriy. O'ttiz ikki butun 4% ga teng natriy. Hop. Oltin gugurt 22.53 ga teng. Kislorod 45.17% ga teng. Yana atomarga bo'lamiz. 23 ga bo'lamiz, 32 ga bo'lamiz, 16 ga bo'lamiz. 1.408. Bo'lamiz 32 ga. 0.7. 704. Hop. 2.818. Demak, kichigiga bo'lamiz. 0.704 ga bo'lamiz. 0.704. 0.704. Bo'lsak, bu 2, bu 1, bu 4 chiqadi. Demak, natriy sulfat. Mana bunday qilib formulalardan foydalanib topishimiz mumkin bo'ladi.